Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiyalarga qo'shimcha haq, ustama, qayta hisob-kitob yoki pensiya miqdorini oshirish o'z-o'zidan faqat og'zaki gap bilan hisoblanmaydi. Agar kerakli hujjatlar bo'lmasa, inson haqiqatan ham ishlagan bo'lsa ham, imtiyozga ega bo'lsa ham, qaramog'ida odam bo'lsa ham, ko'p hollarda qo'shimcha pul pensiyaga qo'shilmaydi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiyaga chiqishga yaqin turgan fuqarolarga, ota-onasining pensiya ishini tekshirayotgan farzandlarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga bevosita tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men qaysi hujjatlar kerakligini, kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlarga esa ortiqcha yugurish shart emasligini aniq misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning pulini saqlab qoladi. Avval ko'pchilikda shunday tushuncha bor edi. Men ishlaganman, davlat biladi. Mening stajim bor, arxivda turibdi. Men nogiron farzandimni boqaman. Mahalla biladi. Erim vafot etgan, hamma xabardor. Menga ustama tegishi kerak, pensiya jamg'armasi o'zi qo'shib beradi. Afsuski, amaliyotda bunday emas. Pensiya tizimida pul faqat tasdiqlangan ma'lumot va hujjat asosida hisoblanadi. Hozir elektron tizimlar kengaygan, ko'p ma'lumotlar avtomatik almashiladi. Masalan, oxirgi yillardagi ish haqi soliq to'lovlari, mehnat shartnomalari, ayrim ijtimoiy ma'lumotlar bazalarda ko'rinishi mumkin. Lekin bu hamma davrlar, hamma imtiyozlar va hamma holatlar avtomatik ko'rinadi degani emas. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillarning boshidagi ish joylari. Yopilib ketgan korxonalar, kolxoz, sovxoz, shirkat xo'jaligi, mavsumiy ish, zararli mehnat sharoiti, harbiy xizmat, bola parvarishi, nogironlik, qaramog'idagi oila a'zolari bo'yicha hujjatlar alohida tekshiruv talab qiladi. Eng muhim qoida shuki, agar huquq bor, lekin uni tasdiqlovchi hujjat yo'q bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha haqni hisoblashga majbur emas. Chunki har bir so'm byudjet mablag'i hisobidan to'lanadi va u hujjat bilan asoslanishi kerak. Og'zaki bayonot, qo'shnining guvohligi, mahalladagi umumiy tanishlik, hamma biladi-ku degan gap ko'p hollarda yetarli bo'lmaydi. Birinchi navbatda qo'shimcha haq deganda faqat bitta to'lovni tushunmaslik kerak. Bu pensiya miqdorini qayta hisoblash, ish stajini qo'shish, ilgari inobatga olinmagan ish haqi davrini kiritish, qaramog'idagi shaxs uchun ustama, nogironlik yoki alohida maqom bo'yicha qo'shimcha, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida ulushni o'zgartirish, yoshga doir pensiyada yetishmay qolgan ma'lumotni tiklash kabi holatlarni anglatishi mumkin. Masalan, bir fuqaro 1994 yildan 2003 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. Pensiya chiqayotganda uning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin tashkilot tugatilgan. Ish haqi haqida ma'lumotnoma topilmagan. Pensiya tayinlanganda faqat tasdiqlangan staj va mavjud ma'lumotlar asosida hisoblanadi. Keyinroq fuqaro arxivdan ish haqi ma'lumotnomasini topib kelsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin bu ma'lumotnomani olib kelmaguncha, men o'shanda yaxshi oylik olganman degani bilan pensiya oshmaydi. Yana bir misol. Ayol kishi 3 nafar farzandni parvarish qilgan, lekin hujjatlarda ayrim bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi nusxalari pensiya ishida yo'q. Agar bola parvarishi davr stajiga qo'shilishi kerak bo'lgan holat bo'lsa, bu davrni tasdiqlash uchun tug'ilganlik guvohnomasi, zarur hollarda nikoh, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Chunki onaning hozirgi familiyasi boshqa, bolaning guvohnomasida boshqa familiya bo'lishi mumkin. Mana shu zanjir isbotlanmasa, tizim avtomatik tarzda bu fuqaro shu bolaning onasi deb qabul qilmasligi mumkin. Yana bir aniq vaziyatni olaylik. Pensionerning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i bor. U kishi o'zi pensiya olmaydi yoki daromadi yo'q, sog'lig'i sababli ishlamaydi. Bunday holatlarda ayrim ustama yoki qayta ko'rib chiqish masalalari paydo bo'lishi mumkin. Lekin pensioner faqat xotinim uyda, men boqaman deb aytishi yetarli emas. Nikoh guvohnomasi, turmush o'rtog'ining daromadi yoki pensiya olmasligi haqidagi ma'lumot, nogironlik bo'lsa ta'minot yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati, yashash manzili bo'yicha ma'lumot talab qilinishi mumkin. Men birinchi navbatda pensiya miqdori juda past chiqqan, lekin o'zini uzoq yillar ishlagan deb biladigan fuqarolarga e'tibor qarataman. Agar siz 25, 30, 35 yil mehnat qilgan bo'lsangiz, pensiyangiz kutilganidan kam bo'lsa, pensiya ishingizda hamma davrlar to'liq kiritilganmi? Ish haqi to'g'ri olinganmi? imtiyozli davrlar hisobga olinganmi? Albatta tekshirtiring.
Ikkinchi toifa. Mehnat daftarchasida noaniq yozuvlar borlar. Masalan, muhr o'qilmaydi. Buyruq raqami yo'q. Ishga kirgan sana boru, ishdan bo'shagan sana yo'q. Korxona nomi keyin o'zgargan. Imzo tushunarsiz, tuzatish kiritilgan. Bunday holatda pensiya organi ushbu davrni qo'shishda ehtiyotkor bo'ladi. Sizdan arxiv ma'lumotnomasi, buyruqdan ko'chirma, ish haqi vedomosti, shaxsiy kartochka yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar so'ralishi mumkin. Uchinchi toifa zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar. Masalan, metallurgiya, kimyo san'ati, paxta tozalash, issiq seks, yer osti ishlari, ayrim tibbiyot va ta'lim muassasalaridagi maxsus lavozimlar. Bu yerda oddiy stajdan tashqari aynan lavozim, ish sharoiti, to'liq ish kuni, korxonaning ro'yxatga kirish kabi masalalar tekshiriladi. Faqat men zavodda ishlaganman degan gap yetmaydi. Lavozim nomi va sharoit hujjati to'g'ri aks etishi kerak. 4-toifa. Nogironligi bo'lgan shaxslar va ularga qarovchilar. Nogironlik guruhi, muddati, nogironlik sababi, qayta ko'rik sanasi muhim. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki yangi ma'lumot pensiya organiga yetib bormagan bo'lsa, to'lovda uzilish yoki noto'g'ri hisob-kitob bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlar menga nogironlik doimiy bergan deb o'ylaydi, lekin hujjatda muddatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun qarorni ko'rish kerak. 5-toifa. Boquvchisini yo'qotgan oilalar, vafot etgan, xotin va voyaga yetmagan farzandlar qolgan bo'lishi mumkin. Bu holatda o'lim haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish haqida ma'lumotnoma, qaramlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Agar bola 2 yoshdan oshgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qishi bo'yicha ma'lumotnoma zarur bo'lishi mumkin. Ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki qayta hisoblanmasligi ehtimoli bor. Agar sizning barcha mehnat davrlaringiz elektron tizimda to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, pensiya tayinlanganda sizga hisob-kitob varaqasi tushuntirilgan bo'lsa, ish haqi va staj bo'yicha e'tirozingiz bo'lmasa, har oy to'lov to'g'ri tushayotgan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir pensiya ishingizdagi asosiy ma'lumotlarni kamida bir marta tekshirtirish foydali. Shuningdek, agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va oxirgi yillardagi barcha ish joylaringiz rasmiy bo'lgan bo'lsa, soliq va mehnat bazalarida ko'rinsa, qo'shimcha arxiv izlashga ehtiyoj bo'lmasligi mumkin. Lekin bu faqat yangi davrlar uchun. Eski staj bolalar harbiy xizmat o'qish, imtiyozli ishlar bo'yicha baribir hujjat talab qilinishi ehtimoli bor. Keling, hayotiy misol qilaman. 2 nafar fuqaro bir xil yoshda pensiyaga chiqdi. Birinchisida 28 yil tasdiqlangan staj bor, lekin 7 yil ish haqi ma'lumoti topilmagan. Ikkinchisida ham 28 yil staj bor, lekin ish haqi ma'lumotlari to'liq. Natijada ikkinchi fuqaroning o'rtacha ish haqi ko'rsatkichi yuqoriroq chiqadi va pensiyasi ham ko'proq bo'lishi mumkin. Birinchi fuqaro esa arxivdan 7 yillik oylik ma'lumotini topsa, keyin pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Demak, farq ba'zan oyga 1000 so'm, 300 ming so'm, ayrim hollarda undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bu bir yilda katta summa degani. Yana bir misol. Pensioner 20 yil oddiy korxonada 10 yil zararli sharoitda ishlagan. Mehnat daftarchasida korxona nomi bor, lekin lavozim nomi qisqartirib yozilgan. Arxiv ma'lumotnomasida esa u haqiqatan ham imtiyozli ro'yxatga kiradigan lavozimda to'liq ish kuni ishlagani ko'rsatilgan. Agar u arxiv hujjatini olib kelmasa, imtiyozli davr oddiy staj sifatida qaralishi mumkin. Agar hujjatni topshirsa, pensiya huquqi va miqdoriga ta'sir qiladigan holat ochiladi. Yana bitta oilaviy vaziyat. Marhum fuqaroning 3 farzandi bor. Biri eng yoshda, biri 16 yoshda, biri 19 yoshda va kunduzgi universitetda o'qiydi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov tayinlanayotganda 19 yoshli farzandning o'qish ma'lumotnomasi topshirilmasa, u hisobga kiritilmasligi mumkin. Oila keyin nega katta farzandga pul chiqmayapti deb hayron bo'ladi. Sabab oddiy. Hujjat yo'q. O'qish ma'lumotnomasi har o'quv yili yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Chunki talaba o'qishdan chetlashtirilganmi yoki davom ettiryaptimi? Tizim buni bilish kerak. Endi eng muhim nozik tomonlarni aytaman. Birinchidan, hamma hujjat ham qabul qilinavermaydi. Masalan, oddiy nusxa, telefon orqali yuborilgan rasm, mursiz ma'lumotnoma, rahbar imzosiz qog'oz, sana va raqamsiz xat ba'zan yetarli bo'lmaydi. Rasmiy ma'lumotnomada tashkilot nomi, hujjat raqami, berilgan sana, asos bo'lgan arxiv fondi yoki buyruq raqami, mas'ul shaxs imzosi, muhr bo'lishi kerak. Ikkinchidan,
Familiya o'zgargan bo'lsa, zanjirni tiklash kerak. Bu ayniqsa ayollarda ko'p uchraydi. Qiz familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqqan, keyin ajrashgan yoki qayta turmush qurgan. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya, diplomda 3-ko'rinish bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, ajralish haqidagi hujjat, familiya o'zgargani haqidagi dalolatnoma kerak bo'ladi. Aks holda pensiya organi bu hujjat aynan sizga tegishli ekanini tasdiqlang deydi. Uchinchidan, arxivda hujjat topilmasligi ham mumkin. Korxona yopilgan, hujjatlar topshirilmagan, yong'in bo'lgan. Hujjatlar yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu eng murakkab holat. Bunday paytda boshqa manbalar qidiriladi. Yuqori tashkilot arxivi, tuman arxivi, viloyat arxivi, soliq organlaridagi ma'lumotlar, kasab uyushmasi hujjatlari. Sud orqali yuridik faktni belgilash masalasi. Lekin sudga borishdan oldin arxivlardan rasmiy javob olish kerak bo'ladi. Topolmadim degan og'zaki gap sud uchun ham yetarli emas. 4-dan, hujjatni kech topshirsangiz, pul qaysi sanadan hisoblanishi masalasi paydo bo'ladi. Ko'p hollarda qayta hisoblash ariza berilgan sanadan yoki hujjat topshirilgan sanadan amalga oshiriladi. Ba'zan o'tgan davr uchun ham to'lov bo'lishi mumkin. Lekin bu holat aniq sababga, qonunchilikdagi me'yorlarga va kimning xatosi bilan hisoblanmaganiga bog'liq. Shuning uchun men doim aytaman, hujjat bor bo'lsa, uni uyda saqlab o'tirmang. Darhol rasmiy topshiring va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. 5-dan, pensioner ishlashda davom etsa, qayta hisoblash masalasi ham hujjat va elektron ma'lumotga bog'liq. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, ish haqi konvertda berilgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinmasa, keyinchalik bu davrni pensiyaga qo'shish qiyinlashadi. Shuning uchun pensiya yoshidagi odamlar ham ishlayotganda rasmiy mehnat shartnomasi va to'lovlar borligini tekshirib yurish kerak. Men sizga eng ko'p so'raladigan hujjatlar ro'yxatini tushuntirib o'taman. Birinchisi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Hozir bu ID karta yoki pasport bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlari. Uchinchisi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ayniqsa eski yillar bo'yicha arxivdan olingan oylik ma'lumotlar juda muhim. 4-si, harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjatlar. Harbiy bilet mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 5-si, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari. Ayollar uchun bu juda muhim. Chunki bola parvarishi davrlari yoki oilaviy holat bo'yicha ayrim masalalarda kerak bo'ladi. 6-si, nikoh yoki ajralish guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat. 7-si, nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza qarori. Bu hujjatda guruh, muddat, sabab ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 8-si, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish ma'lumotnomasi. Nogironlik hujjati, daromad olmasligi yoki pensiya olmasligi haqidagi ma'lumotlar. 9-si, o'quvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. 10-si, imtiyozli staj uchun maxsus ma'lumotnomalar. Bu hujjatda shunchaki ishlagan deb yozilishi yetarli emas. Bunda qaysi lavozimda, qaysi sanadan qaysi sanagacha, qanday sharoitda to'liq ish kunimi, qaysi buyruqlar asosida ishlagani ko'rsatilishi kerak. Agar lavozim nomi qonunchilikdagi ro'yxat bilan mos kelmasa, tushuntirish yoki qo'shimcha hujjat talab qilinadi. Endi nima qilish kerakligini aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringizdan shubhangiz bo'lsa, o'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Pensiya ishimdagi staj, ish haqi va ustamalar bo'yicha hisob-kitobni tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozma ariza bering. Og'zaki so'rab chiqib ketmang. Yozma ariza bo'lsa, unga javob ham rasmiy bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya ishingizda qaysi davrlar hisobga olinganini ro'yxat qilib oling. Masalan, 1970-1990 yillar zavod, 1995-1990 yillar kolxoz, 1993-1990 yillar maktab, 1990-2005 yillar xususiy korxona. Keyin o'zingiz bilgan real ish tarixingiz bilan taqqoslang. Agar biror davr tushib qolgan bo'lsa, aynan o'sha davr bo'yicha hujjat izlang. 3-qadam, arxivga murojaat qiling. Korxona ishlamayotgan bo'lsa, tuman yoki shahar davlat arxiviga, viloyat arxiviga, korxonaning huquqiy varisiga so'rov yuboring. Arizada to'liq ism familiyangizni, tug'ilgan yilingizni, o'sha paytdagi familiyangizni, korxona nomini, ishlagan davringizni, lavozimingizni yozing. Ish staji va ish haqi to'g'risida
ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb aniq ko'rsating. 4-qadam, hujjat olgach, uni darhol pensiya jamg'armasiga topshiring. Topshirganingizda kirim raqami yoki qabul qilinganligi haqida belgi oling. Agar elektron tarzda yuborsangiz, yuborilganini tasdiqlovchi kvitansiyani saqlang. Chunki keyin men topshirgan edim degan bog' chiqmasligi kerak. 5-qadam. Agar sizga rad javobi berilsa, rad javobini yozma oling. Unda sabab ko'rsatilishi kerak. Masalan, hujjatda muhr yo'q, davr aniqlanmagan, lavozim mos emas, familiya tasdiqlanmagan, arxiv ma'lumoti yetarli emas. Sababni bilsangiz, kamchilikni to'g'rilash oson. Og'zaki rad javobi bilan cheklanib qolmang. 6-qadam, zarur bo'lsa, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qiling. Lekin sudga borishdan oldin qo'lingizda barcha yozma arizalar, arxiv javoblari, rad xatlari, guvohnomalar, mehnat daftarchasi nusxalari bo'lsin. Sud faktni belgilashi uchun dalillar kerak bo'ladi. Men ishlaganman. Lekin hujjatim yo'q degan gap suddan oson isbot bo'lmaydi. 7-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar hujjat yig'ishda qiynaladi. Ariza yozishni bilmaydi. Arxivga borishga sog'lig'i yo'l qo'ymaydi. Farzandlar onasi yoki otasining mehnat tarixini birga yozib chiqsin, eski hujjatlarni tartiblasin, familiya o'zgarishlarini tekshirsin, kerakli joylarga so'rov yuborsin. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi ota-onangizning pensiyasini sezilarli oshirishi mumkin. Birinchi xato, hujjatlarni uyda saqlab yurish. Ayrim pensionerlar menda hammasi bor deydi. Lekin pensiya jamg'armasiga topshirmagan bo'ladi. Sizning javoningizdagi hujjat asosida to'lov hisoblanmaydi. Hujjat rasmiy ishga kiritilishi kerak. Ikkinchi xato, nusxani asl deb o'ylash. Ba'zi ma'lumotnomalar faqat asl nusxada yoki tasdiqlangan nusxada qabul qilinadi. Telefon orqali suratga olib ko'rsatish ko'pincha yetarli emas. Ayniqsa arxiv ma'lumotnomalari rasmiy shaklda bo'lishi kerak. 3-xato, vaqtida murojaat qilmaslik. Keyin boraman, yozda arxivga chiqaman. Farzandim kelganda qilamiz deb yillar o'tib ketadi. Agar qayta hisoblash faqat ariza sanasidan qilinsa, siz o'zingiz bilmagan holda bir necha oylik yoki yillik qo'shimcha puldan mahrum bo'lishingiz mumkin. 4-xato, hamma narsani mahalladan so'rash. Mahalla ayrim ma'lumotlarni tasdiqlashi mumkin, lekin ish haqi, staj, lavozim, buyruq, korxona arxivi o'rniga o'tmaydi. Har bir hujjatning o'z manbasi bor. Stajni arxiv ish beruvchi yoki mehnat hujjatlari tasdiqlaydi. Oilaviy holatni ifodalagan hujjatlari tasdiqlaydi. Nogironlikni tibbiy, ijtimoiy ekspertiza hujjati tasdiqlaydi. 5-xato, pensiya hisobini umuman tekshirmaslik. Odamlar elektr, gaz, telefon to'lovini tekshiradi. Lekin umr bo'yi oladigan pensiyasining qanday hisoblanganini bilmaydi. Men buni noto'g'ri deb hisoblayman. Pensiya bu sizning ko'p yillik mehnatingiz natijasi. Uni tekshirishga haqqingiz bor. Azizlar, bugungi asosiy xabarim juda aniq. Qo'shimcha haq, ustama, pensiyani oshirish yoki qayta hisoblash hujjatsiz amalga oshmaydi. Huquqingiz bo'lishi mumkin, lekin uni tasdiqlamasangiz pul hisoblanmaydi. Shuning uchun mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi hujjati, tug'ilganlik va nikoh guvohnomalari, nogironlik qarori, o'qish ma'lumotnomasi, qaramlikni tasdiqlovchi hujjatlarni tartibga soling. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangizning yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pensiya hisob kitobini tekshirtiring, tushib qolgan davrlar bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Barcha arizalarni yozma topshiring. Bu ish biroz vaqt oladi, lekin natijada har oy qo'shimcha daromad paydo bo'lishi mumkin. Eng muhimi, siz o'z haqingizni hujjat bilan himoya qilasiz. Agar sizda ham pensiya kam hisoblangani, staj tushib qolgani, arxiv hujjati topilmagani yoki qo'shimcha haq berilmagani bo'yicha vaziyat bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni orqada tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri hujjat butun pensiya miqdorini o'zgartirib yuborishi mumkin.